Navbatdagi savol. Ustoz, internet rivojlanib, hakerlik ham kuchayib bormoqda. Biron qizga uylanmoqchi bo'lgan inson o'sha qizning Telegram, Facebook, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqdagi profillarni buzib kirib, uning yozishmalarini yashirincha o'qishi avjiga chiqib boryapti. Shariatda bunga nima deyiladi? Oila qurmoqchi bo'lgan insonni bilish maqsadida SMSlarini yashirincha o'qib yurish to'g'rimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Yo'q, bu to'g'ri bo'lmaydi bu. Chunki bu hali turmush qurgan yo'q. Unaqangi profilini kirmasinda, uni odamlardan so'rasin yaxshisi. Atrofidagi so'rasin, surishtirsin. Agar so'rab surishtirgandan keyin ham ishonmasa, uylanmasin unga. Ishonmasa uylanmasin. Lekin birovning shaxsiyotiga kirish bo'ladi. Birovning telefoniga kirish degani, birovning cho'ntagini kovlash degani, birovning uyiga poylash degani. Bunga rozi bo'lmaydi. Telefon sohibi, egasi bunga rozi bo'lmaydi. Har qancha bo'lganda ham bu narsada kirish bu xiyonat bo'ladi, josuslik bo'ladi. Vallohu alam, bu narsa durust emas bu. Allohu alam.